Bismillahirrahmanirrahim. Sura Maide, nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Ya eyyuhellezina amanu awfu bil'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Ey müminler, ahdilerge, yani Allah bilen sizlerning oranglardaki ve sizlerning öz oranglardaki ahdilerge vapa qilinglar. Sizlerge bu surada tövende okup beriladiganlardan başka hayvanlar, yani töge, kala, qo'ylarning hammasini zabihi qilingandan keyin yeyish halal qilindi. Lekin sizlar ihrom yoki haramda bo'lganinglarda shikarni halal sanamanglar. Shubhisizki Allah halal haram to'g'riliq xohlagan narsani hukm qiladi. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ey müminler! Allah'ның dininin alametlerini, yani həcdə taatның belgesi hesaplanğan işlerini terk etiş bilen şəhri haramda uruş qilishni, hadiyini, yani Kabe'ge atalgan kurbanlıkka daxli taruz qilishni, qalada, yani həcdə kurbanlık kılınıdığan mal işkellikini bildiriş üçün hayvanga esib qoyulgan narsalarga çeqilishni, Parvardigorning fazlini ve razılıkını tilab Baytullahqa hac üçün yoki ömrü üçün kelgüçilerge çeqilishni halal sanamanglar. İhramdan çıqqan çeğinlarda shikor qilsanglar bo'ladi. Biror qavm, ya'ni mushriklarning sizlarni masjidi haram ziyoratidan to'sqanlikdan iborat dushmanligi hargizmu sizlarning ularga cheqilishinglarga sababchi bo'lmasin. Yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohning azobi haqiqatan qattiq. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Sizlerge özü ölüp kalgan hayvan, kan, çoşku göşü, Allah'tan gayrinin, yani butlarının namı tılgı elinip boğuzlangan hayvan, boğup öldürülgen hayvan, urup öldürülgen hayvan, egizdin yıkılıp ölgen hayvan, hayvanlar tarafından üsüp öldürülgen hayvan,
yirtqich hayvonlar yerib o'ltirib yegan hayvonning go'shini yeyish harom qilindi. Lekin yuqorqi 5 turlik hayvondan jini chiqmagan chog'da bo'g'izdiganlaringlar halol bo'ladi hamda butlarga ilib berilib uning yenida bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi. Azlam, ya'ni jahiliyat davrida pol uchun ishlatadigan 3 parcha yog'och bilan pol selishinglar harom qilindi. Bu gunohdir. Kafirlar bugun sizlarning dininglarni yo'qotishdan umidini uzdi. Ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Bugun sizlarning dininglarni futun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Kimki ochliqda, ilojsizlikdan, gunohni maqsad qilmasdan harom qilingan narsalarni yesa, gunoh bo'lmaydi. Alloh mag'firat qilg'uchidir. Bandalariga nihoyat mehribondir. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Ey Muhammed, ular senden özlerge yemek içmekten nemelerinin halal kılınganlıkını soraydı. Eytkin ki, sizlerge pak nerseler ve qarchiga, quşku o'xshash shikarga o'gitilgan, sizlar Allohning o'zinglarga o'gatgani bo'yicha o'gatgan ovchi jonivorlarning shikar qilgan narsalari halol qilindi. Ularning sizlar uchun ovlagan narsalaridan yanglar. Ovchi jonivorlarni shikarga qo'yib bergan chig'inglarda Allohning nomini yod qilinglar. Ya'ni bismillah danglar. Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan tez hesab olguchidir. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Bugün sizlarga pak narsalar halol qilindi. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralarning tomiqi sizlarga haloldir va sizlarning tomiqinglar ularga haloldir. Mo'minlardan bo'lgan afifa ayollarning sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan bo'lgan afifa ayollarning mahrini bersanglar, işbetlik bo'lguninglar ve aşkara yoşurun pahişini közlemigininglar halda ularni alsanglar, ular sizlarga halaldir. Kimki imondan yenib oladigan yoki shariat ahkomlarini inkor qiladigan, uning amalining savobi yo'qqa chiqariladi. Oxiratda u ziyon tortquchilardan bo'ladi. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ey müminler, sizler tahoratsiz bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lib turganinglarda yuzinglarni yuyinglar, qo'linglarni jaynikinglar bilan qo'shib yuyinglar, beshinglarga masih qilinglar, putinglarni o'shqinglar bilan qo'shib yuyinglar. Agar junub bo'lsanglar, poklaninglar, ya'ni g'usl qilinglar. Agar kasal bo'lsanglar, suv ziyon qiladigan bo'lsa yoki safar ustida bo'lib suv topolmasanglar yoki sizlarning birsinglar hojatxonadan kelgan, ya'ni tahorat sundirgan bo'lsanglar yoki ayollaringlar bilan yaqinchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar, pok tuproqda tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar. Allah sizlarga mushaqqatni xohlamaydi, lekin Allah shukr qilishinglar uchun sizlarni pok qilishni, islom shariatini bayon qilish bilan ne'matini sizlarga tamomlashni xohlaydi. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Ey müminler! Allah'ның sizlarga bergan ulug' ne'matini va sizlar bilan qilgan muahidasini eslanglar. Ayni zamonda sizlar angladik va itoat qildik degan edinglar. Allohdan qo'rqinglar, ya'ni Allohga bergan ahdini buzishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan bandalarining dillaridagi sirlarini bilguchidir. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ey müminler! Allah'ның haqlarini ado qilishga tirishinglar. Odillik bilan guvohlik beringlar. Biror qavmga bo'lgan o'shmanlikinglar ularga adil bo'lmasliginglarga sabab bo'lmasin. Dushmaninglarga adil bo'linglar. Bu, ya'ni ularga o'shman turib adil bo'lishinglar taqvodorlikqa eng yaqindir. Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta savob va'da qildi. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Kafir bo'lgan va bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan kishilar ahli do'zaxdir. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ey müminler! Allah'ның sizlarga bergan, ya'ni sizlarni düşmaninglardan saqlaganlik ne'matini eslanglar. Ayni zamonda bir jamoa sizlarga qo'llarini uzatmoqchi, ya'ni sizlarni o'ltirmoqchi bo'lgan edi. Allah ularning qo'llarini sizlardan to'sdi, ya'ni sizlarni
ularning ziyonkashlik qilishidan saqladi. Allohning amrini o'rinlash, man'i qilgan ishlaridan cheklanish bilan qo'rqinglar. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Şübihisiz ki Allah İsrail avlodidan mahkam ahdi oldi. Ularning orasidan, ya'ni 12 oymoqning har birsidan birdan 12 boshliqni kepillik uchun jabborlarga, ya'ni amoliqalarga avatdiq. Hamda Allah, "Men sizlarga yordam beraman, ey İsroil avlodi. Allah bilan qasamki, agar sizlar namozni ta'dil arkon bilan o'tsanglar, zakot bersanglar, payg'ambarlarimga iymon etsanglar va ularga yordam bersanglar, Allohga qarzi hasana bersanglar, ya'ni Allohning yo'lida pul milinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'qqa chiqaraman. Sizlarni albatta ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Shuningdin, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimki amr qilgan narsalarimni inkor qiladigan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi" dedi. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ahdini buzganlıkları üçün ularni rahmetimizden yirak kıldık. Ularning dillarini iymonni qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq qildik. Ular Tavrotning so'zlarini o'zgartib etdi. Ular Tavrotda o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Ey Muhammad, ularning ozg'inisidan boshqasining xiyonat qilganligini bayqab tursan. Agar tavba qilsa, ularni afu qilgin. Agar iymon etsa, ularni kechirgin. Allah haqiqatan yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Biz Nasramiz deganlardanmi Allohni bir deb tonishqa va Muhammad alayhissalomga iymon etishqa mahkam ahdi oldik. Ular Injilda o'zlariga qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Buning jazosi uchun ularning orasiga qiyomatgacha adovat va dushmanlik soldik. Shu chaqda Alloh ularga qilmishlarini aytib berdi. Ya'ni ular o'zlarining qabih amallarining jazosini tortdi. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, sizlar kitobda, Injilda va Tavrotda yoshirgan nurg'un narsalarni bayon qilib beradigan va yoshirgan narsalardan nurg'unini kechiradigan, oshkorlab sizlarni fosh qilmaydigan rasulimiz keldi. Sizlarga Alloh tarafidan nur, ya'ni Muhammad alayhissalom va ro'shan kitob, ya'ni Qur'on keldi. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah shu kitob, ya'ni Qur'on orqali roziligini tilaganlarni salomatlik yo'llari, Allohning shariati va uning ahkomlariga yetaklaydi. Irodasi bo'yicha ularni kufr qorong'uligidan iymonning nuriga chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Maryam o'g'li Masih, ya'ni Isa Allohdir degan kishilar, ya'ni Nasaralarning bir firqasi haqiqatan kofir bo'ldi. Ey Muhammad, aytqinki, agar Allah Maryam o'g'li Masihning onasini, ya'ni Maryamni va yer yuzidagi barliq kishilarni halok qilishni iroda qilsa, Allohning irodasidan biror narsani to'sishga kim qodir bo'lalaydi? Osmonlarning va zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohga xosdir. Alloh xoliqini xalq etadi. Alloh har narsaga qodirdir. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Yahudilar ve Nasaralar biz Allah'ның oğullarıdırmız. Yani ota balıdak yakınmız ve biz Allah'ның dininde bolgaçka dostlarıdırmız dedi. Aytqin ki, undaq bolsa Allah nimi üçün sizlarga gunohinglar tüpaylidan azap qılıdı. Belki sizlar boshqa kishilarga o'xshash Alloh yaratgan insonsizlar. Alloh xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Osmonlarning, yer yuzining va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohga xosdir. Eng oxir boradigan joy Allohning dargohidir. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, bizga savob bilan xushxabar berguchi, azobdan ogohlantiruvchi kelmidi demaslikinglar uchun payg'ambarlar o'zilib qolgan bir zamonda sizlarga shariatni va uning ahkomlarini bayon qilib beradigan rasulimiz keldi. Haqiqatan sizlarga xushxabar berguchi va
ogohlantiruvchi, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. Endi sizlarga o'zra qolmadi. Alloh har narsaga qodirdir. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Öz vaqtida Musa öz qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod qilinglar. Alloh o'z vaqtida ishinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni borliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi, ya'ni o'zinglarga xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib, o'tirsidan yo'l echib berish, bulutlarni soyvan qilib berish, osmondan yemaklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Ey qavmim, Alloh sizlarga taqdir qilgan, ya'ni sizlarni kirishga amr qilgan muqaddas zaminga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. Orqinglarga chekinmanglar. Bo'lmasa, ikkili dunyoda ziyon tortquchilardan bo'lib qolasizlar. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Ular: "Ey Musa, muqaddas zaminda kuchlik, ya'ni jasomatlik, qomatlik bir qavm bor. Ular Od qavmining qoldiqi bo'lgan Amaliqalar. Ular chiqib ketmaguncha biz u yerga hargiz kirmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa, cho'qim kiramiz" dedi. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Allah'tan qorqquchilardan bo'lgan, Allah'ning iymon bilan toatdan iborat ne'matiga erishgan ikki odam, ya'ni Kalb ibn Yufanna bilan Yusha ibn Nun ularga: "Shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar" dedi. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Ular: "Ey Musa, modomiki ular muqaddas yerda ishgan, biz hargiz u yerga kirmaymiz. Sen Parvardigoring bilan birga berib ikkinglar urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turayli" dedi. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Musa dedi: "Parvardigorim, men faqat o'zimga va qarindoshlarimga egiman. Sen biz bilan itoatingdan bosh tortgan qavmning orasini ayirib etgin." قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Allah dedi: "Ularning muqaddas yerga kirishi 40 yilgacha harom qilindi. Bu jarayonda ular zaminda odishib yurdi. Fosiq qavm uchun qayg'urmag'in." واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر
قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ey Muhammad, ularga, yani ahli kitobga va qavminga odamning ikki o'g'li, ya'ni Hobil bilan Qobilning hikoyasini rostlik bilan o'qib bergin. O'z vaqtida ular, ya'ni Hobil bilan Qobil ikkaylan qurbonlik qilgan edi. Birsi, ya'ni Hobilning qabul bo'ldi. Yana birsi, ya'ni Qobilning qabul bo'lmadi. Qobil Hobilga, "Men seni cho'qim o'ltiraman" dedi. Hobil, "Nimishqa?" dedi. Qobil, "Alloh sening qurbonligingni qabul qilib, meninkini qabul qilmadi" dedi. Hobil aytdi, "Alloh faqat taqvodorlarning qurbonligini qabul qiladi." لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Agar sen meni o'ltirishga qo'lingni so'zadigan bo'lsang, men seni o'ltirishga qo'limni so'zmayman. Men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdan qo'rqaman. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. من حقيقة sen bilan bo'lgan gunohni, ya'ni meni o'ltirganlik gunohingni va sening ilgirki gunohingni, ya'ni otang odamning amriga osiylik qilganlik gunohingni ustingga elib ahli do'zaxlardan bo'lishingni tilayman. Kishilarga zulm qilguvchilarning jazosi shudir. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. U, ya'ni Qobilning nafsi uningga qarindishini, ya'ni Hobilni o'ltirishni chiroyli ko'rsatdi. Shuning bilan uni o'ltirib, dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ldi. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Allah onunğa qarindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'i avatdi. U tumshqi va ikki puti bilan yerni ko'ladi. U buni ko'rib, "Voy, men qarindishimning jasadini ko'mishda mushu qog'ichilik bo'lishdan ojiz keldim-mu?" dedi. Shuning bilan u nadomat qilguvchilardan bo'ldi. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Şu, yani Qobilning Hobilni nahaq o'ltirganligi sababdan Tavratda Isroil avlodiga hukm qildikki, kimki nahaq odam o'ltirmagan yoki yer yuzida bozg'unchilik qilmagan bir odamni o'ltirsa, u butun insonlarni o'ltirgandek bo'ladi. Kimki bir odamni tirildirsa, ya'ni qutquzsa yoki hayot qilishiga sababchi bo'lsa, u butun insonlarni tirildirgandek bo'ladi. Payg'ambarlarimiz Bani Isroilga rostla sholliq mo'jizalarni elib keldi. Shuningdan keyin ularning, ya'ni İsroil avlodining tolisi kufrida, odam o'ltirishda, zaminda haddidan oshquchilardan bo'ldi. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah ve onun Resulü bilen uruş kılıdığallarının, yeryüzüde bozgunçılık kılıdığallarının cezası şu ki, ular öldürülüşü, yoki dargı esilişi, yoki o'ng qo'llari ve sol putlari kesilishi, yoki sürgün qilinishi kerak. Bu, ya'ni jazo, ular uchun bu dunyoda rasvolik ilib kelguchidir. Oxiratda ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Sizlar tutib ilishdan ilgari tavba qilganlar buningdan mustasno. Bilinglarki, Alloh mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ey müminler, maqsadga erishishinglar uchun Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohga toat ibodat qilish, gunohdan saqlanish bilan yaqinchilikni tilanglar. Allah yo'lida jihad qilinglar. İnnellezîne keferû lev enne lehum mâ fil ardı cemî'an ve mislehu ma'hu liyeftedû bihi min azâbi yevmil kıyâmeti mâ tukubbile minhum ve lehum azâbun elîm. Yeryüzüdeki barliq narsalar, yani shuningdek bir hassi keladigan narsalar kafirlarning bo'lib, ular qiyomat kuni Allohning azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdimi, ularning fidyasi qabul qilinmaydi. Ular qiynug'uchi azobga duchor bo'ladi. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Ular dozaqdan chiqmoqchi bo'ladi-yu, ammo hargiz chiqolmaydi. Ular o'zilib qolmaydigan doimlik azobga qoladi. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. O'g'rilik qilguvchi erning va o'g'rilik qilguvchi ayolning qilmishini jazolab, Allah tarafidan ibrat qilish yuzasidan qo'llarini kesinglar. Allah o'z amrini ishga oshirishda g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Kimki o'g'rilik qilib kishilarga zulm qilgandan keyin tavba qilsa, amalini tuzisa, ya'ni o'g'rilik qilishdan yonsa, Allah uning tavbasini qabul qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Bilemsenki, osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah xohlagan odamga azob qiladi, xohlagan odamga mag'firat qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ey payg'ambar, dillarida ishonmay, ig'izlarida iymon aytdik deb qo'ydiganlar, ya'ni munofiqlardan va yahudiylardan kufriga fursat topsalar, kufrini izhor qilishga oldiraydigan kishilar seni g'amkin qilmasin. Ular ahborlari to'qigan yolg'onga quloq soladi. Sana kelmagan, ya'ni o'shlik qilib sening suhbatingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmga, ya'ni Xaybar yahudiylarining so'ziga quloq soladi. Ular Tavrotning so'zlarini joylaridan o'zgartib etadi. Ya'ni Allohning ahkomlarini boshqalarga almashtirib etadi. Ular agar sizlarga bu hukm berilsa, uni qabul qilinglar. Agar u berilmasa, qabul qilmanglar deydi. Alloh bir kimning gumrohligini iroda qiladi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dab'i qilishga qodir bo'lolmaydi. Dillarini qilmishi qabih bo'lganlikdan kufridan pok qilishni Alloh xohlamagan kishilar ana shulardir. Ular dunyoda rasvolikqa, oxiratda cho'ng azobga qoladi. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Ular yolg'onga quloq solg'uvchilardir. Para va jazoniga o'xshash haromni yeguchilardir. Ey Muhammad, agar ular sening oldinga davolashib kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Ya'ni ularning orasida hukm chiqarish yoki ulardan yuz o'rish sening ixtiyoring. Agar ularni rad qilsang, ular sana qilchi ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgin. Alloh haqiqatan odillarni do'st tutadi. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Ularning yenida Allohning hukmini o'z ichiga olgan Tavrat tursa, ya'ni Tavratdagi hukmlarni ko'rib turib amal qilmayotsa, ey Muhammad, qandoqcha seni hukm chiqarishga taklif qiladi. Ondan keyin, ya'ni haqiqat oshkora bo'lgandan keyin sening hukmingdan yuz o'riydi. Ana shular Tavratqimi, sangmi ishonmaguchilardir. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Biz haqiqatan Musaga Tavratni nozil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allohning hukmiga bo'ysungan payg'ambarlar Yahudiylar orasida Tavrat bilan hukm qiladi. Yahudiylarning zohidlari va o'limalari
o'zgartishdan saqlashga buyurilgan kitobulloh, ya'ni Tavrat bo'yicha hukm qiladi. Ular Tavratni o'zgartishdan saqlashga nazoratchi edi. Ey Yahudiylarning o'limolari, kishilardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni oz pulga tegishmanglar. Ya'ni pul, mol, mansab va pora uchun oyatlarimning hukmini o'zgartib etmanglar. Kimlarki Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ular, yani İsrail avlodiga Tavratda shundoq belgiladik-ki, jonga jon, ya'ni nohaq odam o'ltirgan o'ltiriladi. Ko'zga ko'z, ya'ni kishining ko'zini nohaq qo'yayotgan odamning ko'zi qo'yib etiladi. Burunga burun, ya'ni kishining burnini nohaq kesganning burni kesiladi. Quloqqa quloq, ya'ni kishining quloqini nohaq kesganning quloqi kesiladi. Tishga tish, ya'ni kishining tishini nohaq to'kkanning tishi to'kiladi va kishini qandoq yordar qilgan bo'lsa, shundoq yordar qilinish bilan qisos elinadi. Kimki jinoyatchini afu qilsa, ya'ni uningdan qisos olmasa, bu uning gunohiga kafforat bo'ladi. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Ularning, yani Bani İsrail peygamberlerinin arkasıdan özünü ilgiri nazil kılıngan Tevratni, yani onun Allah tarafından nazil kılınganlıkını itiraf kılgıcı İsa ibn Meryemni evettik. Onunğa hidayet bilen nurni öz içige algan İncilni ata kıldık. İncil özüdün ilgiri nazil kılıngan Tevratni itiraf kılgıcıdır. Yani onunğa muvafiqdir. Taqvodorlarga hidayet ve pand nasihatdir. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ahli İncillar, yani Nasaralar, Allah İncil'da nazil kılgan ahkamlar boyunca hüküm kılsın. Allah nazil kılgan ayetler boyunca hüküm kılmağanlar fasıklardır. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ey Muhammed, biz sana özüdün ilgirki samavi kitaplarını itiraf kılgıcı ve ularga şahit bolgıcı
haq kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Ey Muhammad, ularning orasida Allah sana nozil qilgan Qur'on ahkomi bo'yicha hukm qilgin. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafsi xohishlariga agashmagin. Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Allah xolisa, albatta sizlarni bir ummat qilatdi. Ya'ni butun insonlarni bir dinda qilatdi. Lekin Allah sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga oldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni, uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Allah sizlarga aytib berdi. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Ular, yani Yahudiler ve Nasaralarının arasında Allah sana nazil kılgan Kur'an'ın ahkamı boyunca hüküm kılgın. Ularının nefsi xohishlariga agashmagin. Ularning Allah sana nazil kılgan Kur'an'ın bir kısmıdın seni vazkeştirishidan saqlangin. Agar ular Allah sana nazil kılgan hükümdün yüz örüse, ey Muhammed, bilgin ki, ularning bir qism gunohlari tupaylidin Allah ularni jazolashni iroda qiladi. Shak shubhisizki kishilardan nurg'uni fosiqdir. Ya'ni Parvardigorining toitidan bosh tortib, haqqa xiloflik qilib gunohga cho'mguchilardir. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Ular jahiliyat davrining hukmini talab qilamdi. Allohga chin ishonadigan qavmning nazarida hukmda Allohdan adil kim bor? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ey müminler! Yahudi ve Nasaralarını dost tutmanglar. Ular bir-birini dost tutudu. Sizlerden kim ki ularını dost tutudiken, umu ani şulardan sanılıdı. Allah zalim kavmni hakikaten hidayet kılmaydı. فَتَرَى الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Dillerde kesellik, yani münafıklık barlarının zaman özgürüp Kapırlar zafer tapsa, özümüzge bir palaketçilik kelişidin korkumuz dep, ular bilen dost buluşka aldırğallıqını görürsen. Allah, Resulullah'a, musulmanlarga galibe, yani Mekke'ni fethi qilishni ata qılıdı. Yoki bir ishni, yani ularning munofiqligini pash qilishni maydonga keltirdi da, ko'nglida yoshirg'ini, yani mo'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekidi. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.
Bu munofiqlarning musulmonlarga qilgan hiyli mikri pash qilinganda mo'minlar bir-biriga sizlar bilan cho'qim billa ishkanliklarga Alloh nomi bilan qattiq qasam ichishganlarmi shu kishilarmi deydi. Ularning ya'ni munofiqlarning qilgan amallari bekor bo'ldi. Ular dunyo va oxiratda ziyon tortquchi bo'ldi. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ey müminler, sizlerden kimki murtad bo'ladigan, Allah uning o'rniga Allah ularni do'st tutadigan, ularmi Allohni do'st tutadigan, mo'minlarga ko'yinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilguvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu, ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidirki, Allah uni bandalaridan xohlagan kishiga beradi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Şübihisiz ki sizlerinin dostunlar Allah'tır. Allah'ның Resulüdür ve müminlerdir ki müminler ta'dil erkan bilen namaz öteydi. Zakat beridi. Ular Allohning emriga kamtarlik bilan bo'ysunguchilardir. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Kimki Allohni, Allohning payg'ambarini va mo'minlarni do'st tutadigan, u Allohning jamoasidandir. Allohning jamoasi albatta g'olibdir. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ey müminler! Sizlerden ilgiri kitap berilgenler, yani Yahudiler ve Nasaralardan dininglarni mesxire ve oyunçuk kılgallarni dost kılıp almanglar. Eğer hakiki mümin bolsanglar, Allah'tan korkunglar. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Sizlar namazga chaqirgan, ya'ni azon aytgan cheg'inglarda ular namozni ham sizlarni masxira va o'yinchoq qiladi. Bu shuning uchunki ular namozning hikmatini va namozning nafsini poklashdagi g'oyasini tushunmas qavmdir. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Ey Muhammed! Aytqin ki, ey ahli kitap, yani Yahudilar ve Nasaralar jamoasi, faqat bizning Allohga, bizga nozil qilingan kitobga, yani Qur'onga, buningdan ilgari payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etganligimiz uchun va sizlarning ko'pchilikinglar
fosiq bo'lganliginglar uchun bizni ayblamsizlar? قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Ey Muhammad, aytgin ki, sizlarga Allah'ның nazardaki buningdinmi yomon jazoni aytib beraymi? U shundoq kishilarning jazosi ki, Allah ularni rahmatidan yiroq qildi va ularga g'azab qildi. Allah ularning bir qismini maymun va cho'shqa qildi. Bir qismini shaytonga ibodat qiladigan qildi. Ani shularning o'rni eng yomondir, ya'ni do'zaxdir. Ular to'g'ri yo'ldan eng adashgandir. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. Yahudilarning munofiqlari yeninglarga kelgan chaqda biz iymon etdik deydi. Va holanki ular ey Muhammad yeningga kufri bilan kirib, kufri bilan chiqib ketdi. Ya'ni sendin anlagan ilimdin faydalanmadı. Allah ularning yoshirgan narsasini, ya'ni nifaqini va kufrini obdan biladi. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ular, ya'ni Yahudilarning orasidagi nurg'un kishilarning gunohga, zulm selishga va harom yeyishga oldiraydiganligini ko'rasan. Ularning qilmishlari nima degan yomon? لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Ularning zohidlari, ahborlari nimishqa ularni yolg'on so'zlashdan, harom yeyishdan to'smaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Yahudilar Allah'ның qo'li bağlaqlıqdır. Yani Allah bexildir yoki peqirdir dedi. Yahudilarning qo'llari bog'lansin. Ular bu so'zlari sababli Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Amalda Allohning ikki qo'li ochiqdir. Qandoq xolisa shundoq rizq beradi. Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan Qur'on ularning ko'pchiligida yomonlik bilan kufrini oshiradi. Ya'ni ularning sana düşmanligini va Qur'onni inkor qilishini ziyoda qiladi. Biz ularning orasiga qiyomatgacha davomlashadigan o'chmanlik va düşmanlikni soldik. Ular har qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Alloh uni o'chiradi. Ular yer yuzida islomga suiqasd qilish va musulmonlar orasida fitna qo'zg'ash bilan buzg'unchilik qilib yuradi. Allah buzg'unchilik qiluvchilarni yoqtirmaydi. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy iymon etsa
va Alloh cheklagan ishlardan parhez qilsa edi, ularning gunohlarini biz cho'qim kechiratdik. Ularni cho'qim nozu ne'matlik jannatga kirgizatdik. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Agar ular Tavratqa, Injilga va Parvardigori tarafidan ularga nozil qilingan boshqa kitoblarga amal qilsa edi, ular cho'qim ustilaridan va oyoqlari ostidan yer edi. Ya'ni ularga osmon zamindan keng rizq beriladi. Ulardan bir jamoa, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlar to'g'ri yo'ldadir. Ularning nurg'unlari nima degan yomon ish qilguvchilar. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan ahkomlarga hammasini yetkizgin. Agar to'liq yetkizmasang, Alloh topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Alloh seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Alloh haqiqatan kofir qavmni hidoyat qilmaydi. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Ey Muhammad, aytqin ki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Parvardigoringlardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmoqcha, sizlar e'tiborga olgudak dinda bo'lgan bo'lmaysizlar. Parvardigoringdan nozil qilingan ahkomlar ularning ko'pchiligida yomonlik va kufrini oshiradi. Kofir qavm uchun qayg'urmag'in, chunki payg'ambarlarni yolg'onga chiqarish ularning odatidir. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Müminlerden, Yahudilardan, farishtalarga va yulduzlarga cho'qing'uvchilardan, Nasaralardan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Biz Bani İsrail'den haqiqatan chin ahdi oldik. Ularga dinning ishlarini bayon qilib berish uchun payg'ambarlarni avatdik. Ularga har qachon biror payg'ambar ular yoqtirmaydigan ahkomni elib kelsa, ular payg'ambarlarning bir bo'ligini yolg'onchi qildi, bir bo'ligini o'ldirdi. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم
ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Ular biz İsrail avlodi payg'ambarlarni o'ldirish bilan azobga duchor bo'lmaymiz deb o'yladi. Ular ko'r bo'ldi, ya'ni haqiqatni ko'rmadi. Ular g'oz bo'ldi, ya'ni haqiqatni anglamadi. Ondan keyin ular tavba qildi. Alloh ularning tavbasini qabul qildi. Ondan ularning nurg'uni yana haqni ko'rishdan ko'r bo'ldi. Yana pandi nasihat anglashdan g'oz bo'ldi. Alloh ularning qilayotgan ishlarini ko'rib turg'uchidir. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Şübihsizki Allah Meryem'nin oğlu İsa'dır degichilar kafir bo'ldi. İsa, ey Bani İsrail, mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar. Kimki Allohga sherik keltiradigan, ya'ni Allohdan g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladigan, Allah uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Zolimlarga hech bir madadkor, ya'ni Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi dedi. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Allah üç ilahning biridir degichilar shaksiz kafir bo'ldi. Bir ilahdan boshqa hech iloh yo'qdir. Agar ular aytayotgan so'zlardan qaytmasa, ularning ichidagi kafir bo'lganlar dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Ular Allohga tavba qilmamdi. Allohdan mag'firat talab qilmamdi. Alloh tavba qilguvchilarga nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Maryam oğlu İsa faqat o'tgan payg'ambarlarga o'xshash payg'ambardir. Uningdan ilgari nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyat rostchil xotindir. U ikkisi tamoq yeydi. Ya'ni ularmu boshqa maxluqlarga o'xshashla go'sh, so'ngak, tomur va paylardan tarkib topgan edi. Ularga, ya'ni ularning e'tiqodining botilligiga oyatlarimizni qandoq bayon qiladiganligimizga qarag'in. Ondan ularning haqdan qandoq bosh tortganligiga qarag'in. Qul ata'budun min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a vallahu huwas-sami'ul alim. Ey Muhammad, sizlar Allohdan boshqa sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'lolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar degin. Alloh bo'lsa so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayral haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min قبل وأضلوا كثيرا
قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Ey Muhammed, ey ahli kitap, yani Yahudilar ve Nasaralar, dininglarda haqsiz ravishda chakdan eshib ketmanglar. Ilgari o'zlari ozgan, nurg'un kishilarni ozdirgan va to'g'ri yo'ldan adashgan qavmning nafsi xohishlariga agashmanglar degin. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Bani İsrail'din kafir bolğanlarga Davud'ның ve Meryem oğlu İsa'nın tili bilen, yani Zaburda ve İncil'da lanet kılındı. Bu, yani ularning lanatga uchirishi, ularning osiylik qilganliklari va haddidan eshib ketganliklaridan bo'ldi. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ular o'zlari qilgan yomon ishlardan bir-birini to'smaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Ular, yani Yahudilarning ichida nurg'unlarining kafirlarni, yani Rasulullahni ve musulmonlarni o'ch ko'rish yuzasidan mushriklarni do'st tutganligini ko'rsan. Ularning o'zlari uchun oldin tayyorlagan amallari nima degan yomon. Bu amallar ularga Allohning g'azabini elib keldi. Ular mangu azobga qolg'uchilardir. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Agar ular Allohga, payg'ambarga va payg'ambarga nozil qilingan kitobga iymon etsa edi, kofirlarni do'st tutmaydi. Lekin ularning to'lisi fosiqlardir. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Ey Muhammed, Yahudilar ve müşriklarning müminlerge hammidan qattiq düşman ishkanligini cho'qim bayqaysan. Biz Nasara degan kishilarning do'stlik jihatda müminlerge hammidan yaqin ishkanligini mu cho'qim bayqaysan. Bu Nasaralarning ichida o'limazor, rohiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Ular payg'ambarga nozil qilingan Qur'onni anglagan chog'larida haqiqatni toniganliklaridan ularning ko'zlaridan yosh qo'yilganligini ko'rsan. Ular aytdi: Rabbimiz, biz iymon etdik. Bizni payg'ambaringni, kitobingni e'tirof qilguvchilar qatorida qilgin. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Biz nimishqa Allohga, bizga kelgan haqiqatga ishonmayli? Holbuki biz Parvardigorimizning bizni yaxshi kishilar qatorida jannatga kirgizishini umid qilamiz.
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Bu sözleri üçün Allah ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Yaxshilik qilguvchilarga beriladigan mukofot ani shu. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Kafir bo'lganlar, bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar do'zax ahlidir. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ey müminler! Allah sizlarga halol qilgan pok narsalarni tarki dunyo bo'lish yuzasidan o'zinglarga harom qilmanglar. Allah belgilab bergan chekdan oshmanglar. Allah chekdan oshquchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol pok narsalardan yanglar. Sizlar iymon etgan Allohga taqvodorlik qilinglar. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah sizlarni savallik bilan qilgan qasiminglar uchun javobgarlikka tortmaydi. Lekin sizlarni qasdan qilgan qasiminglar uchun javobgarlikka tortadi. Munda qasiminglarni buzsanglar, uning kaforati oilanglarga beradigan o'rta darajalik tomoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirishdir yoki ularga, ya'ni 10 miskinga badanini yeb turadigan bir qur kiyim berishdir yoki bir qul yoki bir cho'rni ozod qilishdir. Kimki bunda qilishga kuchi yetmasa 3 kun roza tutishi lozim. Bu ana shu ishgan qasiminglarni buzganliklarning kaforatidir. Qasiminglarga rioya qilinglar, ya'ni kelsi kelmas qasam ishmanglar. Sizlarning shukr qilishinglar uchun Allah oyatlarini sizlarga ana shundoq bayon qiladi. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ey müminler! Arak içiş, qimar oynaş, butlar, yani çoqunuş üçün tiklengen taşlarga çoqunuş, pal oqları bilen pal selish, şeytanның işi, paskini qılıqlardır. Baxtga erishishinglar üçün şeytanның işidin yiroq turinglar. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Şeytan, harak, qimar arqılıq oranglarda düşmanlik, adavet to'g'dirmoqchi, sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi haroqdan, qimardan yonmamsizlar? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Allahqa va payg'ambarga itoat qilinglar. Ularga muxolifatchilik qilishdan hazar qilinglar. Agar itoat qilishdan bosh tortsanglar, bilinglarki, Rasulimizning mas'uliyati faqat ochiq tabliq qilishdir. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. İman etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni yesa, ichsa, hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa, iymonida va yaxshi amallarida izchil bo'lsa, ondan harom qilingan narsalardan yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilingan narsalardan davomliq saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qilguvchilarni do'st tutadi. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ey müminler! Körmey turup Allah'tan korkuduğallarını biliş üçün kolunlar ve neyzanlar bilen oğlanıdığan bir az o bilen Allah sizlerini çokum sınaydı. Kim ki bunundan keyin haddidin aşsa, yani ihramda turup o oğlasa, o kaynuğucu azapkı doçar boludu. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Ey müminler! Sizler oğluğan hayvallarını ihramda yoki haremde turup öldürmenglar. Sizlerden kimki onu kasten öldürdüken, işinin vabalını tetişi üçün onun cazası İki adil kişinin bahalışı boyunca heliki öldürülgen oğu okşaş, öy hayvallardan birini Kabe'ge elip berip kurbanlık kılıştır. Yoki kefaret beriş yüzüsüdün miskinlerge aş beriştir. Yoki her miskinge berdiğan aşının barabiriga bir gün rozu tutuştur. Ötkenki günahni, yani bu ayet düşüştün burun ihramda turup ov öldürgen bolsanglar, buni Allah apu qildi. Kimki qayta günah ötküzse, yani qaytadan ov öldürse, Allah uni jazalaydı. Allah g'olibdir. Asilik qilguvchilarni jazalig'ichidir. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlari, dengizdan chiqadigan yemekliklar halol qilindi. Madomiki sizlar ihramda yoki haramda ichgansizlar, quruqliq hayvonlarini ovlash sizlarga haram qilindi. Sizlar qiyomat kuni dargohiga to'planadigan Allohdan qo'rqinglar.
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah Beytul Haram bolgan Ka'bani, hac eyni, hajda qilinadigan qurbonlikning alomati sifatida bu yillarga belgi esilgan to'galarni insonlarning dunyo va oxiratlik ishlarining tutqusi qildi. Bu Allohning osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turadiganligini va Allohning har shay'ini bilguchi ekanligini sizlarning bilishinglar uchundir. اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Bilinglar ki Allah'ның azabı qattiqdir. İtaat qilguvchilarga Allah nahayta mağfirat qilguvchidir, nahayta mehribondir. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Peygamberning mas'uliyati faqat tabliğ qilishdir. Allah sizlarning oshkora va yoshirin qilib yurgan ishlaringlarni bilib turadi. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Ey Muhammed, aytqin ki, gerçi haramning ko'pligi, ey tingshug'uchi, seni ajablandirsumu? Haram bilan halol barobar emas. Ey aql egilari, nijot tepishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Ey müminler, agar sizlarga oshkora qilinsa, sizlarni beoram qilib qo'yadigan narsalar to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Agar Qur'on nozil qilinayotgan chog'da ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildiriladi. O'tganda so'rag'anlaringlarni Alloh afu qildi. Alloh nihoyatda mag'firat qilguvchidir, halimdir. Ya'ni osiylik qilguvchilarni jazolashga oldirab ketmaydi. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Sizlardan burun o'tgan bir qavm payg'ambarlaridan shundoq masalalarni so'ragan edi. Keyin buning sababidan, ya'ni so'ragan ishlari bayon qilinib, ular amal qilmaganlikdan kofir bo'lib ketdi. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Bahira 8ni tuqqan, 5-sini erkek tuqqan tögü bulup, cahiliyet Arapları bu tögünün qoluqini yerib qo'yib, o'z mayliga qo'yib beratdi. Minmaydi, yük artmaydi. Saiba kishidin 10ni tuqqan tögü bulup, minilmaydi, qirqilmaydi. Üsti musafirlarga berilatdi. Vasila 1-chini va 2-chini kishi tuqqan butlar uchun o'z mayliga qo'yib etilgan töge. 10 tögiga ota bo'lgan bo'g'ri tögi bo'lib, ular uni minmay, yemak ishmakda o'z mayliga qo'yib beratdi. Ularga Alloh yo'qirqidek qilishni buyrug'ini yo'q. Lekin kofirlar Allohga yolg'onni choplaydi. Ularning to'lisi buning yolg'onligini tushunmaydi.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Ularga Allah nazil qilgan hukmga, payg'ambar bayon qilgan hukmga amal qilinglar deyilsa, ular ota-bovlarimizning dini bizga kifoya deydi. Ularning ota-bovlari hech narsa bilmaydigan va hidoyat topmagan tursimu, yanila ularning diniga amal qilamdi. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Ey müminler, özüңләрне günahtan saqlanglar. Sizlar qachonki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazolmaydi. Sizlar hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Alloh qilgan amalinglarni sizlarga aytib beradi. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Ey müminler, aranlardan bir kim ölüdigan çağıda vasiyat qilmoqchi bo'lsa, uningga ishchinglardan ikki odil kishi guvoh bo'lsin, yoki o'z dininglardagilardan guvoh bo'ladigan ikki kishi tepilmasa, g'ayri dindagilardan ikki kishi guvoh bo'lsin. Agar sizlar safarda bo'lib, beshinglarga o'lim dahshati kelganda, sizlar bu ikki guvohning rostchilligidan gumonlansanglar, namozdan keyin ularni elib qilinglar. Ular biz foydasiga qasam qiladigan kishilarimiz. Bizning yaqinimiz bo'lgan taqdirdimi, qasamimizni hech narsaga sotmaymiz. Xudolik uchun bo'lgan guvohlikni yoshirmaymiz. Agar uni yoshirsak, biz albatta gunohkorlardan bo'lamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Agar u ikki guvohchining yolg'on guvohlik berganlik yoki mirosga xiyonat qilganlik gunohi bilinsa, ularning o'rniga miros ilishqa eng haqliq bo'lgan varislardan ikki kishi guvoh bo'lib, bizning guvohligimiz albatta ularning guvohligidanmi to'g'ridir. Biz shariatdan chiqib ketmadik. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Bu usul guvohchilarni eng to'g'ri guvohlik qiladigan qilishqa qilgan qasimini rad qilishdan, ya'ni ulardan keyin
boshqalar qasam qilishi bilan o'zlarining rasvo bo'lishidan qo'rqadigan qilishga eng yaqin usuldir. Allohdan qo'rqinglar. Allohning amrini anglanglar. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Allah qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qandoq javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Ular sening bilginingga selishtirganda biz hech narsa bilmaymiz. Sen g'ayiblarni nihoyatda obdan bilasan deydi. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Öz vaqtida Allah aytdi: "Ey Maryam o'g'li İsa, sana va sening onangga bergan ne'matimni asligin. Ayni zamonda sana Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan madad berdim. Kichkingda, bo'shikda va payg'ambar bo'lgan 30 yosh vaqtingda kishilarga so'zlaytding. Ayni zamonda sana kitobni, hikmatni, Tavrotni va Injilni o'rgatdim. Ayni zamonda mening iznim bilan loydin qushning shaklida bir narsa yasatding-da, uni puvlisang iznim bilan uchadigan qush bo'ladi. Mening iznim bilan to'g'mi ko'rni, baraz kesilini saqaytatding. Ayni zamonda mening iznim bilan o'liklarni tirildirib qabrlardan chiqaratding. Ayni zamonda Bani Isroilni sana cheqilishdan to'sdim. Sen ularga mo'jizalar bilan kelgan chig'ingda ularning ichidagi kofirlar bu faqat ro'shan sehrdir dedi. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Aynı zamanda men havarilarga manga va mening payg'ambarimga iymon aytinglar deb vahiy qildim. Ular biz iymon aytdik, guvoh bo'lginki biz amringa bo'ysunguchilarmiz dedi. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Öz vaqtida havarilar: "Ey Maryam o'g'li İsa, Rabbing bizga osmondan ustida tamoq bor dasturxon tushirib beralamdu" dedi. İsa: "Agar Allohning qudratiga ishonsanglar, mundaq savollarni qo'yishda Allohdan qo'rqinglar" dedi. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Ular biz uningdan yeyishni, ko'nglimizning tinchlanishini, so'zingning rostligini bilishni va uningga, ya'ni dasturxonga guvohchilardan bo'lishni iroda qilamiz dedi. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Maryam o'g'li Iso, ey Parvardigorimiz Alloh, bizga ustida tomoq bor dasturxon tushirgin. Bu kun bizlarga va bizdan keyingilarga bayram bo'lib qolsin. U dasturxon sendin bizga qudretingni va payg'ambarligimni ko'rsatadigan bir mo'jiza bo'lib qolsin. Bizga rizq bergin. Sen rizq berguvchilarning yaxshisisan dedi. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Allah İsa'nın duasını icabet qilib, uni men sizlarga cho'qim osmondan tushiraman. Sizlardan kimki shuningdan keyin kofir bo'lsa, uni shundoq bir azob bilan azoblaymanki, ahli jahondan hech kishini mundoq azoblamayman dedi. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Öz vaqtida Allah aytdi: "Ey Maryam o'g'li İsa, sen kishilarga Allohni qo'yib, men bilan onamni ikki iloh qilib olinglar dedingmi?" İsa aytdi: "Rabbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishlik bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Ya'ni mening undoq demaganlikim sana ma'lumliq. Sen mening zotimdikini bilasan. Men sening zotingdikini bilmayman. Sen g'ayiblarni nihoyat obdan bilasan. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. من ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini ko'zlab turgan edim. Meni qabz ruh qilganingdan keyin ularning amallarini sen ko'zlab turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xolig'iningcha tasarruf qilasan. Sana hech ahadi ta'arruz qilolmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ichidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uvchidursan. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah aytadi: bu kun, ya'ni qiyomat kuni rostchillarning rostchilligi o'ziga foyda qiladigan kundir. Ular ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Ular Allohdan mamnun bo'ladi. Bu
zo'r baxtdir. Lillahi mulkus semawati vel ardi ve ma fihin ve huve ala kulli şeyin qadir. Osmonlarning, zaminning va ulardagi butun mavjudotning podshohligi Allohga mansubdir. Alloh har narsaga qodirdir. Qur'on Karim abdi tali